Zamon rivojlanayotgan zamonda, sun'iy intellekt yaratilayotgan zamonda bizni bunday chiroyli bog'chamiz, zamonaviy ta'mirlangan, zamonaviy jihozlangan bog'chamizning ko'mirga o'tishi qanchalik to'g'ri? Necha o'rinli bu bog'cha? 360 o'rin. Salom, 360 o'rinli. Nechta bola bor? 285 nafardan oshiq tarbiyalanuvchi bor. Nima noqulayliklar bor? Isitish tizimi umuman ko'mirga o'tgandan keyin deyarli yo'qoldi desam bo'ladi. Hozir mana ko'mir yoqyapti, ishlayapti, u kor qilmayaptimi? Yo'q. Mana bu gaz bilan ishlaydigan qozonmi? Ha, shunday ishlarda. Bu ishlamayapti. Keyin buni qo'yib berdilarmi? Bizga muhtaram yurtboshimiz shu zamon talabiga mos isitish tizimini qo'yib berdi. Nima uchun? O'sha isitish tizimidan foydalanishimiz uchun. Lekin bizni bog'chamiz ishlab turgan bog'cha ko'mirga o'tkazildi-da. Asli olib qarasangiz, menimcha bu to'g'ri narsa emas. Mana binoda Maktab. maktabda gaz bormi? Albatta bor. Maktabda gaz bor. Nechinchi maktab? Ilk 9-chi. Ilk 9-maktabda gaz bor. Sizlarda? Ko'mir. Bu yil o'chirildimi? O'tgan yil o'chirilgan. O'tgan yil ham ko'mirda faoliyat olib borildi. Isidimi? Yo'q, isitish tizimi o'tgan yil ham. Faqat bir yil tashkilot ochilgan paytda biz isitish tizimida yaxshi ishladik. Ota-onalarimizni murojaatlarini inobatga olib, bizni mana shu so'zlarimizni Toshkentga borib yetkazib qo'ysangiz iltimos. Axir bu imoratimiz misqollab yig'ilgan budjetni, davlat budjetining hisobiga bo'lganki, biz buni asrab avaylashimiz kerak. Shunchalik yaratib berilgan zamonaviy jihozlar tutunni kunni ichida yo'q bo'lib ketmasin iltimos sizlardan.